Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu videolarni oxirigacha ko'ramiz. Sababi biz ushbu darsliklarda xonadonlar uchun qo'yiladigan har xil turdagi suv filtrlarini, filtr kartrij almashtirish jarayonini ushbu darsliklarda ko'rsatib berganmiz. Darsliklarni boshlaymiz do'stlar. Boshidan ko'raveramiz va o'z filtrimizni, filtr kartrijni qanday almashtirishini bilib olamiz va o'zimiz almashtiramiz do'stlar. Ya'ni ustaga pul sarflashingiz shart emas do'stlar. Bu juda ham oddiy 10-15 daqiqalik ish. Ushbu darsliklarda biz sizga buni batafsil qilib ko'rsatib berganmiz do'stlar. Faqat videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsangiz, o'z filtringizni, filtr kartrijlarini almashtirish jarayonini o'rganib olasiz degan umiddamiz. Demak, videoni boshladik. Birinchi videomiz 7 bosqichda sensorli suv filtrini, filtr kartrijlarini almashtirish darsligidan boshlaymiz do'stlar. Video darsligimizni boshladik do'stlar. Video darsligimizni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, ushbu filtrni batafsil filtrlarni almashtirishni o'rganib olasiz. Juda oson. Hattoki ayol kishilar ham o'zlari almashtirib olishi mumkin. Qiyin joyi yo'q. Ko'pchilik firmalar hozir servis xizmati bepul, servis xizmati bepul deb 250 ming, 300 mingga ichidagi 3 ta filtrni almashtirib ketyapti. Agar siz buni o'zingiz o'rganib olsangiz, faqat filtrni sotib olasiz siz. Misol 90 mingga filtrni sotib oladigan bo'lsangiz, qolgan 160 ming pul kissangizga qoladi do'stlar. Hech qanday birovga almashtirgishingiz shart emas. Juda oson 3 ta filtrni va qolgan filtrlarni ham almashtirib ko'rsatamiz. Do'stlar, yana ko'pchilik savol beradi. Mana bu kamayib boradigan danachalar nima deydi? Buni filtrlarning to'layotganini bildiradi. Misol uchun siz filtrni almashtirdingiz. Filtrni almashtirganingizdan so'ng bu hisoblagich deyiladi. Bu hisoblagichni nolga qaytarasiz. Umuman qolmay qolgan bo'lishi mumkin. Qaysidir filtrlarda bitta, ikkita kamaygan bo'lishi mumkin. Hamma suvda har xil nima deydi? Hamma suvda har xil filtr kartrijlari to'ladi. Bu o'rtacha suvlarga hisoblangan. Albatta bunga 100% ishonib qolish kerak emas. Sababi layqa suvlarda mana bu kamaymasa ham filtr to'lib qolgan bo'lishi mumkin. Bu hisoblagich o'rtacha suvga hisoblanadi har doim do'stlar. O'rtacha suvda qanchadir suv ishlab chiqarganda ushbu filtrlarning to'lganini ko'rsatadi va buni nolga qo'yishni o'rgataman hozir sizlarga. Hamma filtrlarda har xil signal ashibga beradi. Filtr to'lgandan keyin hozir mana shu video davomida qo'yib o'tib ketamiz. Do'stlar, mana bu filtrni oladigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, buning tugmalari yuqorida joylashgan, oldingisiniki ost qismida joylashgandi. Lekin ikkalasi ham bir xil. Chap tarafdagi power o'chirib yoqadigan tugma, o'ng tarafdagi reset. Ya'ni tugmalar yuqorida bo'ladimi, ost qismida bo'ladimi, hammasida hisoblagich bir xil nolga qo'yiladi. Buni video davomida ko'rsatib o'taman. Albatta, ko'pchilik videoni oxirigacha ko'rmasdan turib menga qo'ng'iroq qilishadi. Biz filtrni almashtirib bo'ldik, endi nolga qo'yishni o'rgating deyishadi. Lekin do'stlar adashishadi. Ular sababi menga telefon qilishgani bilan men videoni oxirigacha ko'rishga tavsiya beraman. Sababi filtrlarni almashtirgandan so'ng uni to'g'ri almashtirilganligini bir tekshirib ko'rish kerak. Ushbu video darsliklarda ko'rsatganman. Va undan so'ng oxirida hisoblagich nolga qo'yiladi va buning uchun siz ushbu videoni ko'rishingiz yetarli bo'ladi. Menga qo'ng'iroq qilib, telefon qilib so'raganingiz bilan men aytganim bilan tushunmasligingiz mumkin yoki meni vaqtim bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ushbu videoni sizlar uchun tarmoqqa yukladim. Ko'rib, foydalanib, bemalol o'zlaringiz almashtirasizlar va o'zlaringiz hisoblagichini nolga qo'yasizlar degan maqsadda ushbu videoni ishlayapman. Va ushbu videoni darsliklarni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsangiz, batafsil ushbu filtrlar haqida, filtr almashtirish jarayonini va hisoblagichini nolga qo'yish, tekshirishlarni o'rganib olasiz degan umiddamiz do'stlar. Demak, videoni o'tkazmasdan tomosha qilamiz. Keyin do'stlar, qaysidir filtrda ushbu zaryadnikday qator asta-sekinlik bilan kamayib borsa, masalan, qaysidir filtrda shunchaki o'chib boradi. Yonib o'chish ogohlantirish bermaydi, o'chib boradi. Yana qaysidadir mana shunday yonib o'chib ogohlantirib turadi kamayganlar. Yana qaysidadir boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin oxirdagi qator o'chib yonmasdan yoki umuman o'chib qoladi. Boshqa filtrlarda qizil yonib qoladi, ogohlantirish signali beradi, umuman to'lganini bildiradi. Misol ushbu filtrda, sensorli filtrda mana shunda ko'rayotgan bo'lsangiz, bunda agar hamma qatori o'chadigan bo'lsa, hamma qator ogohlantirib turadi. Almashtirmaydi deb. Xuddi shunday qarab bilib olsangiz bo'ladi do'stlar. Birinchi qiladigan ishimiz zaxira bakini kranini yopib olish bo'ladi. Mana shu holatda yopiladi va bu yerda avariyni kran bor. Mana avariyni krani mana shu. Mana shu holatda yopamiz. Mana suvni yopdik. Buni ham yopdik, buni ham yopdik. Birinchi qiladigan ishimiz.
Endi ikkinchi qiladigan ishimiz mana bu yerdagi suvni chiqarib yuborish bo'ladi. Ikkalasini ham ochib qo'yamiz. Hozir bundan suv chiqmayotganining sababi filtr apparatimizni hozir o'rnatdik. Yangi apparat. Shu yangi uskunada sizlarga almashtirish jarayonini ko'rsatib beraman. Birinchi ishimiz bu kranni yopdik, ikkinchi ishimiz bu kranni yopdik, uchinchi ishimiz bu kranni ochib qo'ydik. Hozir yopmaymiz, hozir ochiq turadi. Demak, to'rtinchi ishimiz suv filtrini ichidagi suvlarini chiqarib yuborish bo'ladi do'stlar. Buning uchun nima qilamiz? Power tugmasini bosib turamiz, o'chiramiz uskunani. Uskunamiz o'chdi va qaytadan yoqamiz. Mana uskunamiz ishga tushadi. Ya'ni ichidagi suvlarni kanalizatsiyaga chiqarib yuboradi. Siz ochganingizda buni suv otilib chiqib ketmasligi uchun. O'chgunga qadar kutamiz. Filtrimiz o'chadi. Ba'zi joylarda o'chmay qolishi mumkin. Agar o'chmay qoladigan bo'lsa, 1 daqiqa kutamiz do'stlar, soatga qarab, eng uzog'i bilan 1 daqiqa. Mana uskunamiz o'chdi va yana qaytaramiz shu narsani. Mana o'chirdik. Mana yoqdik. Yaxshilab chiqarib yuborish kerak ichidagi suvni. Ba'zi suv filtrlarida o'chmasligi mumkin. Shunaqa suv filtri bo'lsa ham, ana shunday filtrlarga keladigan bo'lsak, soatga qarab 1 daqiqa kutamiz, do'stlar, 1 daqiqa. Ya'ni 1 daqiqadan 3 marta bo'ladi bu. 3 marta qaytaramiz. Mana yana o'chdi. Yana o'chiramiz, yana yoqamiz. Bo'ldi do'stlar. Demak, keyingi, ya'ni 5-ishimizga o'tsak bo'ladi. Do'stlar, ikkinchi darsligimizga o'tamiz. Ikkinchi darsligimizga o'tishimiz uchun mana shu strelka ko'rsatayotgan video ustiga bosamiz.